Vijdoning churusini 25 ming so'mlik narsani ham 90 ming so'mga sotasanmi? Yana bez bo'lib qoptimchiman deysan. G'ijduvon ikkinchi Xitoy desam ishonmaysizlar. Biz endi chis Xitoy tovarlarini kiloga beramiz. Ushbu video butun O'zbekistonda tez keyin sotadigan tadbirkorlar uchun. Yangi biznes boshlamoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Sizga original, ham sifatli, ham arzon bo'lgan tovarlar kerak. Bu video siz uchun manfaatli. Misol uchun bozor rastalarida 80-90 ming so'm sotiladigan mana bunday ko'ylakchalar bu yerda atigi 25 ming so'm. Ikkitasi esa 46 ming so'm. Xitoyda ishlab chiqarilayotgan mana bunday original kiyimlarning 1 kilogrammi bizning do'konda atigi 180 ming so'm. Xullas, kimga arzon, sifatli va original narsalar kerak bo'lsa, G'ijduvonga kelaverasiz. Manzil G'ijduvon yangi bozori, Asahiydan Tilla bozorga kirib kelaverishda, Shlangbaumdan o'ng tomonda 5-do'kon. Bizda bolalar kiyimlarining 1 kilogrammi atiga 180 ming so'm. Jamshid brend, yangi biznes, yangi g'oyalar bilan.